Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan tez va oson tayyor bo'ladigan ham mazali salat tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Birinchi qiladigan ishimiz kartoshkalarni tayyorlab olamiz. Bizga kartoshka pay kerak bo'ladi. Maxsus chiqaradiganda somoncha shaklida ingichka qilib chiqarib olamiz. Kartoshkalarni sovuq suvda bir necha bor chayib olamiz. Chayib olganimizdan keyin qog'oz sochiqlariga qo'yib quritib olishimiz kerak. Suvdan silqitib olamiz. Ana shundan keyin yog'da pishirib olsanglar sochilib turadi, dona-dona bo'lib turadi. Hozir esa olovga tovani qo'yamiz, yog' qo'yamiz, qizdirib olamiz va kartoshkalarni birin-ketin solib pishirib olamiz. Pishirish davomida dam-badam aralashtirib turamiz, hamma joyi bir xil qizarishi uchun. Qizargandan keyin kartoshkalarni yog'dan silqitib suzib olamiz. Hozir bizga salatimizga bodring kerak bo'ladi hamda pishirilgan tuxum kerak bo'ladi. Ushbu salatga men 1,5 ta bodring ishlatdim. Bodringlarni avval parak qilib bo'laklarga bo'lib olamiz, keyin somoncha shaklida to'g'rab olamiz. To'g'ragan masalliqlarimizni chuqur idishga solib boramiz. Bizga 4 dona pishirilgan yirik tuxum kerak bo'ladi. Tuxumlarni ham parak qilib bo'laklarga bo'lib olamiz, somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Salatimizga yana pishirilgan go'sht kerak bo'ladi. Mol go'shti ishlatamiz. Men avvaldan pishirib, xolodilnikka bir kunga qo'yib qo'yaman. Shunda oson kesiladi va to'g'raladi. Mayda-mayda bo'lib bo'linib ketmaydi. Ketma-ket yonma-yon chuqur idishga solib boramiz. Hozir endi go'shtni to'g'rashga o'tamiz. Go'shtni mana alohida bu yoqda taxtakachga qo'yib tayyorlab qo'ygandim, lekin bu yerda go'sht ko'p. Buni ikkita salatga pishirib qo'yganman. Bugungi salatimizga 150 gram go'sht yetib beradi. Yupqa parak qilib bo'laklarga bo'lib olamiz, somoncha shaklida ingichka qilib to'g'rab olamiz. Qolgan go'shtni boshqa salatga boshqa kunga olib qo'yamiz. Deyarli to'g'raladigan barcha masalliqlarni to'g'rab bo'ldik. Bundan tashqari bizga konservalangan makka jo'xori kerak bo'ladi. Kartoshka payni ham yarmini ishlatamiz, yarmini bezatishga olib qo'yamiz. Konservalangan makka jo'xorini ham sovolamiz, hamda bizga to'g'ralgan ukrop kerak bo'ladi. Ukrop sepamiz. Ushbu salatga ham mayonez, ham smetana ishlatamiz. 2-3 osh qoshiq miqdorida mayonez, 1 osh qoshiq to'la smetana solamiz. Tuz sepamiz, maydalangan qora murch sepamiz. Ozgina limon suvidan quyib yuboramiz. Salatimiz juda ham mazali, yeyishli chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Mana endi hamma narsalarni solib qoldik. Tuzni ham ozgina sepinglar, qarab sepinglar. Aralashtiramiz. Reba mayonez ishlatdim, lekin tuz juda ham nihoyatda ozgina soldim. Shunda ham tuzi yetarli bo'ldi. Yaxshilab aralashtirib olsak bo'ldi, salat tayyor. Dasturxonga tortamiz. Qarang, endi idishga solayotganda ozgina baland qilib solamiz. Butun idishimizni yuzi bo'yicha solmaymiz. O'rtasiga baland qilib solib, ustidan kartoshka pay bilan bezatamiz. Ana shunda ko'rinishi ham chiroyli chiqadi va yeyishli chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Mana azizlar, yaqindan olib kelib ko'rsatyapman salatni. Mayda salatnitsalarga so'ysanglar ham chiroyli chiqadi. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.